Ummu Salama onamiz ham, Zaynab onamiz, Ummu Habiba onamiz, Safiya onamiz, Juvayriya onamiz. Ular vaqtida boshqa erlardan ham mehr muhabbat ko'rgan, hatto farzand ko'rgan, xotinlik hayotlarini yashagan ular. Hammalarida bor bu narsa. Ammo Oysha onamizchi ko'z ochib 9 yosh, 6 yosh, 9 yoshlarda ko'rganlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qiz bola 9 yosh nima tushunadi ayting? Endi qiz bola o'zi nimaligini tushunayotgan yosh necha yosh? 18, 19 yosh. O'sha yoshga yetganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlar. Oysha onamizning endi na farzandi bor Rasulullohdan, na endi birovga tegishliklari bor Rasulullohdan keyin. O'lganlaricha 18 yoshlarda beva qolib qarang. Ersiz, farzandsiz o'tganlar. Rasulullohdan necha yil bir muhabbat ko'rdilar Oysha onamiz. 9 yoshdan 18 yoshgacha bo'lsa, 10 yil ham bo'lmagan. Shu bilan keyin bir umr chidash kerak endi, sabr. Farzandsizlikka ham, erga tegishdan ham. Bu oson bo'lganmi bu narsa? Qolgan ayollar aytdik, bu yashagan hayotini ular 18 yoshida, 20 yoshida, 30 yoshida kimdir mana xotin bo'lib, bochaqalik bo'lib, sevilib, ular o'z hayotini ko'rgan ular o'z vaqtida. Oysha onamiz nima ko'rganlar? Nima ko'rdilar u kishi buni dunyoga kelib 9 yoshdan 18 yoshgacha u ham yosh bolalik hollarida bo'lgan umrlari endi esda tanib xotinlik hayoti boshlanganda bo'ldi, endi eri yo'q. Ko'ryapsizmi? Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p Oysha onamizga ehtimom qilganlar? U kishini ko'proq yaxshi ko'rganlar, u kishiga ko'proq mehr berganlar. Sabab u kishi chunki ko'rmagan, ko'rmaydi ham.